Assalomu alaykum rahmatulloh. Biz oddiy mehnatimizda qadrlab, like bosib, podpishkalar qilib turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa biz natijalar ko'rsatib o'tamiz. Har doimgidek yana soat ko'rsatamiz. Soatimiz 10:19 o'tdi. Hozirgina guntufkalar sepib, salaflar ochib turibmiz. Atak ish qattiq ketyapti. Bu temani tushunadiganlar bo'lsa juda yaxshi biladi. Guntufka tayyorlash ham, sepish ham oson emas. Chiroyli qilib Xudo xolasa guntufkalar sepib oldik. Nasib bo'lsa ertaga kasbga deb niyat qilib turibmiz. Inshaalloh Alloh qodir qilsa ertaga sepib olamiz. Duoda o'tiramiz. Keyin polnikasiga qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqamiz. Qo'ldan kelgancha biz xizmatda hammani klientlarni birdek ko'ngil olishga harakatdamiz. Atak ishni o'zingizdan ko'rib turibsizlar, Xudo xolasa yomon emas. Shogirdlar ham qattiq tashagan ish qilib zo'r. Cho'tga xursand bo'lyapman. Hozirdan xursand bo'ladi inshaalloh. Partishkada o'tiramiz.